Oylik to'lovlari kamroq chiqsin degan akalarimiz uchun boshlang'ich to'lovga $8000 bilan 7 o'rindiqli kattagina crossover Jetour X70 avtomobilini bitta pasport evaziga hech qanday rasmiy daromadsiz xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Shu videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Salon qismi 80% sifatli ekoko'ja bilan jihozlangan kattagina panorama tom besprovодной zaryadnik, 2 xil yurish rejimiga ega EcoSport. Skoroslari joystick, barda esa xolodilnik, yo'lda monitor, rulda cruise control, 2 tomonlama iqlim nazorati. Xullas, siz so'ragan ushbu avtomobilda hamma narsa mavjud. Bu mashinamiz 7 o'rindiqli crossover bo'lishiga qaramasdan, orqa o'rindig'i ham anchagina keng. Mazza qilib yotib ketsangiz bo'ladi. Boshlang'ich $8000 bilan sizlar 5 yilgacha avtokredit asosida bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Oylik to'lovlar sizga qiziqmi? Pastda News Army profilini qoldirganman. Yo'q o'ta obuna bo'lib qo'yasiz. Har kun kechqurun soat 6 da jonli efirda boshlang'ich to'lovga qancha mablag'ingiz bo'lsa yozsangiz, sizga oylik to'lovlar haqida ma'lumotlarni yetkazib boraman. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzona yo'lida. Siz uchun qulaylik yaratish maqsadida shu profilni tashkil qildik.